Diğer yaşımsan. Mana 2025 tugashiga ham bir oy vaqt qolibdi. Endi yilni yaxshi kayfiyatda tugatish kerak, shuning uchun kayfiyat zo'r bo'lish uchun mayli mendan ketsa ketsin, shu 2025 da qilingan xatolar uchun, ayblar uchun, hammasi uchun uzr. So'ra mendan. To'g'risi, baribir hamma biladi-yu, uzr so'rashga mendan ko'ra haqliroq, moneligi bor insonliging, to'g'rimi? Sen uzr so'rab qo'yaver. Men endi vaziyatga qarab sekin uzraman, kechiraman seni. Yaxshi kayfiyatda tugatganimiz yaxshi-da baribir. Prosta hech narsa qilmagan bo'lsang ham uzr so'rab qo'yaverchi. Birga bo'lar. Odamdan yaxshilik qoladi deydi. Yaxshilik qilib seni kechirarman balki.